Hammaga assalomu alaykum. Bitta qarsak chalib yuboringlar. Hayajondaman. Chunki sahnaga chiqmaganimga ancha bo'ldi. 28 yil bo'ldi. Men 29 yoshdaman. Shu to'yda oyim to'y sahnasi tug'ib qo'yganlar. Bu ikkinchi sahnaga chiqishim. Xullas men bugun bemalol qarsak. Bugun men otam haqida gapirib bermoqchiman. Mani dadam shunaqa sho'x hazilkashlarki, o'shaning uchun oilada 6 ta farzandmiz. Eng oxirgi hazillardan bittasi menman. Ba'zida dadam aytadi, oyimga hazillashib, sizlar bilmagan hazillarim bor deydi. Aytgancha, o'zi umuman olganda O'zbekiston xalqi juda ham hazilkash xalq, ayniqsa bizning qishloqlar juda ham hazilkash. Hozirgi yoshlar ham e'tibor bergamsizlar? Bo'lar bo'lmasga hazil qiladi, keyin o'rtada hazil sarson bo'ladi. Ba'zilar qilgan hazilini tan olmaydi. Endi men nima demoqchiman bu bilan? Hazil qilib tashlamaslik kerak. Xo'p, o'zim men bu sahnaga chiqishimga otam sababchi. Nima desam bo'ladi? Dadam to'g'ri hazilkash, lekin joyi kelganda juda ham jiddiy. Shunaqa jiddiylarki, Javlon jiddiy bitta turib oringda. Men taniysizlar, bitta qarsak chalib yuboringlar, Javlon jiddiy. Dadam shunaqa jiddiyki, Javlon jiddiyligi dadamni jiddiyligini oldi bo'lib qoladi. Sizlar yana ham tushunishinglar uchun, mana dadam mana shu qo'y so'yiladi desa, ertasi kun qo'y so'yilgan bo'ladi. Kim so'ydi desa, qo'y o'zini o'zi so'yib, osib, terilab qo'ygan bo'ladi. Xullas dadam aytdi, "Sen qiziq stand-upga chiqasan" dedi. Men aytdim, "Kuldira olmayman, gapira olmayman" desam, "Yo'q, sen kuldirishing shart emas, o'zi basharang kulgili" dedilar. Va men ham o'sha oynaga qaraganda kulib yuboraman, o'zim basharang ko'rib. Xullas nima demoqchiman? Oilamiz juda ham ko'p, aytganimdek, hozircha bugun dadam haqida aytib berdim. Isroil akaning o'g'li Shahboz bo'laman. Keyingi safar onam haqida, opam, akalarim haqida gapirib beraman. Doim kulib yuringlar. Hazil qilganda ehtiyot bo'linglar. Rahmat.